Assalamualaikum ikrarlı izleyiciler. Muş vaqtınla xeyirlik olsun. Men Adil Erbilgur. Uyghur Tadqiqat İnstitutu namıdan hemmanlarga samimiy salam yollayman. Her hafta institutumuzun müdiri şundaqla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bilimi Okutucusu doçent doktor Erkin Akram Muallim bilan ötküzüp kelayotgan Xalqaro vaziyat va Sharq Turkiston nomli programmamizningki yangi bölümü huzurunuzda bo'ldi. Erkin ma'lum hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Indi ve çok rayındaki vaziyeti hakkında haberlik vardı. Haberler qarğa vaqtida bu rayındaki vaziyetininki günden günge ciddileşayotganligi bildirilmekte. Mesela Güney Kore. Güney Kore Xitoyga dava urush aeroplanlarınki Güney Kore hava müdafiye taraflandırış rayonunga kirganligini bildirdi. Bundan başka bu Janubiy Xitoy dengizimi Tayvan bu tarafda Xitoyga tava ve Amerikaga tava urush kemilarininki bir-biriga yaqinlashganligini ve o'rtasida bir xatarlik minutlarninki yuz berganligi bildirildi. O'sha yakshanba kuni Tayvan bo'g'izida Xitoyga tava bir urush kemasiniki Amerika urush kemasiga yaqinlashganligini hatto bir propoz qilgandek bir harakatlarni qilganligi xabar qilindi. 26 may kuni Xitoyga urush aeroplanlarınki Amerikaga urush aeroplanlarga atrofdan uchib xiris qilganligida xabarlar chiqdi. Ya'ni qisqasi mushunga oid mushundaq bir voqealarninki Osiyo Tinch rayoni yoki mundaqcha texnik qisqartib qo'ygan vaqtida Janubiy Xitoy dengizida sonining bargancha ko'payayotganligi haqida xabarlar tarqalish boshladi. Bu Xitoyniki mudofaa ministrininki bu Singapurda o'tkazilgan xavfsizlik xalqaro xavfsizlik masalalari yig'indimi Amerika to'g'risida alohida to'xtalib, Amerikaninki bu urush so'g'uq munosabatda urush idishlar harakat qilayotganligini, ammo Xitoy tarafidagi izchil tinchlikni xohlaydiganligini, Amerika bilan o'tishgan munosabatni tinchlik bilan hal qilish yoki dialog bilan hal qilishni xohlaydiganligini bildirdi, ammo yana urush degan bir iborani qaytib qo'ydi. Buna ergashib Amerika mudofaa ministri Austin Xitoyninki yaqindan buyon Janubiy Xitoy dengizi yoki Hind Tinch okeani rayonidagi bu harbiy faoliyatlarning ko'payayotganligini, bu Xitoyning bu harakatlarininki rayonninki vaziyatiga tahdid ilib kelayotganligini, Amerikaning buni qarab turmaydiganligini bildirdi. Biz bugungi programmamizda rayonning vaziyatini tahlil qilishdan birga nima uchun ikki davlatninki bularning harbiy sohadagi munosabatninki kundan kunga keskinlashayotganligini va rayonninki bundan keyingi vaziyatiga qandaqroq ta'sirlarni olib kelganligini analiz qilishga tirishamiz. Ma'lum bilan bu bir tarafda bu Rossiya Ukraina urushi yuz beradi, yana bir tarafda Janubiy Xitoy dengizi yoki Tinch okeani rayonininki vaziyati keskinlashyapti. Sizce rayonninki vaziyatini bundoq keskinlashishga sabablar zodi nima? Siz buni qanday tushundingiz? Bir de bir qancha sebep var. Birisi şu Xitoyninki Tayvan'a qarta ilip bağlan bu zoravanlık siyaseti. Yani Tayvan'ı şu Xitoy Xalq Cumhuriyeti'nin toprağı qaytib olman deydigan bir hevesi var. Bu yalğızla bugün emas. Yani 1949'da Xitoy Xalq Cumhuriyeti kurulgandan beri bunu dep keliyotidu. 1971'de Amerika Xitoy yaqinlashgan vaqtida şu vaqtdaki şu Xavfsizlik Konseyininki başlığı Henry Kissinger'ninki Xitoyga borgan ziyareti var. Bu ziyaret şu öz vaqtdaki baş minister Zhou Enlai bilan Xitoy davlat reisi bo'lgan, partiya reisi bo'lgan Mao bilan suhbat qilgan chaqda Tayvan meselesi bordi. Çünkü bu diplomasi munosabatni qurish yoki Xitoyning Amerika'nın yine de turup Sovyetlerge karşı muasiri stratejiyini ilip beriş için Xitoy şart koygan. Şartının birisi şu Tayvan'dı. Yani Tayvan'dan Amerika çekilip çıkıp gitişini, yani harbinin Tayvan bilan bo'lgan şu harbiy kelishimlarni hamini etkaz qilish degandek Tayvan'ni şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın a'zolikdan chiqarish ve şundaqla bu Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Daimi Konseyi'nin 5 a'zonun biridi Tayvan. Onu mu çıkıp ötüş degan şartlarını koygan. Ama Tayvan'ın Xitoyga qaytilish meselesini çonkur sözleşmegen. Hatta Mao
Kissinger'ı degan gibi de yani Tayvan meselesini 100 yıldan keyin hal qilsam bo'ldi degan. Şununla Amerika bunundan rahatlaşkan yani Tayvan'a bir hücum kıldıgan iş yok edi. Ama bugünlerde bulup mu Xi Jinping'nin ki iktidarı kelgende şu hakimiyet beşiği kelgenden biri şu Tayvan'la kolu düşemsek bulmaydı da bir kançı şu kinki yıllardaki bir kançı şu kurultayda bolsun, parti kurultay, halk kurultayda bolsun. Yani Xitayning kural bile Tayvan'ı kolga düşürdüğanlığını sözlegen. Burun yalğızla tinçlik yolu bile, müzakere yolu bile, siyasi yolu bile davatkan. Şununla bu Xitay'nınki şu 2013 vaxtlarda Tayvan meselesinin Xitay'nınki yadro menfeti degan gapni degan. Aslında bundan evvel mi degan değil mi de? Amerika onun için dikkat kılışına başladı. Yani İkinci Dünya Uruşu'dan keyin yerleşken ya da mukumlaşkan bir halkara tüzümü ve halkara münasebetlerinin ki bir sistemi vardı. Hazır Xitay bunu buzuvadı dep kördemdi. Hem de bu Amerikan cetten deydigan bolsak, Amerika 1979'nun ki 4. ayda kongreden çıkargan bir ekdiname var. Yani Tayvan bilen münasebetler degan. Bu ekdinamede Tayvan'ınki xavfsizligini qoğdaş cette Amerika'nınki yardımı buludu degan. Şununla bu Amerika'nınki Tayvan'ın xavfsizlik ahvalga uçurgan çağda qoğdaydigan vazifesi var da. Ama Xitay'daydı bu Amerika ile arasında 3 deklarasyon bağdaydı. Beyanname var. Bu beyannamega qarta Amerika xilaplık işlerini kılvadıdı deydi. Hem de bu bu deklarasyonlar kanun emez, kilişim emez. Ama iki hükümetin arasındaki vaktince bir kilişim. Yani bir hükümet gelse ona icra kılmasın buldun. Deklarasyonda bana gap var. Tayvan Xitay'nınki düşüncesinde Tayvan Xitay'nınki zeminidir degeni Amerika düşündü degen ibare var. Ama Amerika Xitay'nınki davatkanını düşündü degen gap. Ama Amerika Tayvan'ın Xitay'nınki zemini dep tonugan emez. Ama Xitay Amerika tonugan biz nim desek Amerika makul degen şunun tonugan dep hazır bu uruş cidelle başlavadıdı. Yani Xi Jinping belki şu hakimiyetki kelgenden beri belki ölgece hakimiyetinin beşinde turuşunu kalavadıdı. Tarihte özününki bir çoğun işini koyup tarihte yazdırmak isteydi belki. Şununla Tayvan'dan kolga düşürüşe tırışıvadı. Amerika mı hemen degen sebeple Tayvan'ı toluk bombasıma kısmen ona kovdavadıdı. Bu iki devletinin ki bu Tayvan meselesini biraz kengerek karaydıgan bolsa, haritini çoğaytıp karaydıgan bolsa, aslında yükselgen bir güç mevcut hegemonya, mevcut Cihangir devletke karşı meydan okuvadıdı. Onunki bir terkibi yani bir parçası Tayvan meselesi buluvadıdı. Şununla Tayvan boğazı, Tayvan'ın etrafında devamlı siz ebe degen kemiler birbirisiga heyve kılvadıdı, Araplarla birbirisiga heyve kılvadıdı degendek bunda ahvallar ciddileşivadıdı hem de. Onun üstüge Xitay'nınki kimileri Amerika kimileriga yoki mana propoza qilish yoki xiris qilishdan burun Amerika hükümeti Amerika Yaponiya ve Filipinler bilan harbiy manevr o'tkazib ekan. O'tkazgandan keyin Xitoyniki bundaq bir taktikni yoki ishlatishi hayron qararliq emas. Yani bundaq qilsam biz qarab turmaymiz degandek bir inkos qaytirish bo'ldi. Undaqda mana siz cho'ng bir nuqtai nazardan qaradingiz, ya'ni yükselayotgan bir güç mevcut güçke karşı çıkışının bir ifadesi Tayvan meselesi mi millette muşu bir hadisenin bir terkibi kısmı da. Bundaqda bu muşu noktamı qarasak, bu Asya Şokar rayonunki vaziyeti buna yığınçaqlab konkret qilib aytsak, Tayvan bo'g'zi yoki Janubiy Xitoy dengizininki vaziyetininki bundaq tinch bo'lmaydiganligidan iborat bir taxminni chiqarsak bo'ladi bo'lmaymi? Tahmin kıl buldu. Hazır şu Tinç Okyanus tarafta Hint Pasifik rayonunda bir kanca muşundak
havip meseleler var. Birisi şu Tayvan meselesi, ikincisi bu Cenubi Xitay Denizi. Üçüncü bolsa şu Şimali Kore. Bu üç noktada ihtimal uruş, yani can buluşunun dibine kılıvadı da hazır. Amerika mı şu 20 yıldan beri şu harbiy bulup mu 7. filo, yani Pasifik Denizi'nin ki deniz ermi koşunları bunun tayarlığını kılıp kilivadıdı. Hem de Amerika şu 2010 yıldan itibaren şu Hint Pasifik Denizi'nin moyun bir aral var, Guam deydiğin. Amerika'ya yakın ama Filipin'e yakın. Aralda Amerika'nın bu rayonundaki harbiy merkezi bazalığı ekip oldu. Onundan başka Amerika özününki hava ermisi bile deniz ermisinin %60 gücünü, yani deniz gücünü, şu hava gücünü şu rayonga yerleştirmelidir. Amerika'nınki yeni kuralları olsun ve yeni işlep çıkarıvatkan kimiler olsun, şu deniz rayonunda bir can buluşunun ihtimaline karşı tayarlığını kılıp kilivadıdır. Ondan başka şu rayondaki Amerika'ya yakın olan devletler var. Mesela Filipin var, Singapur var, Cenubi Kore ve Japonya. Kısmen bozma Hindistan, onunkin cenub tarafta şu Avustralya var. Bu devletlerle şu siyasi cetten, xavfsizlik cetten, kısmen bozma iktisadi ticari cetten hemkarlığını güçlendiriyordu. Hem de Amerika bu rayondaki iktisadi meselesi gibi köngül bölüp bir yerde Hint Pasifik stratejisi diyen bu Trump hükümetinin vaxtında oturup koygan. Bunun bu stratejinin içine toluqlap bunu mu güçlendirişe tırışıvadıdı. Bunda bir peytte bu rayondaki devletler bir tallaşqa mecbur buluvadıdı. Ya Xitayını ya Amerika'nı. Çünkü Xitayını taşılsa iktisat ticaret cetten ziyan tadıdı. Eğer de bu Xitayını talırsa xavfsizlik cette, mutabiye cette yine ziyan tadıdı. Şunu hazır vaxtınca her iki devletler bile münasebetini terakki kılıvadıdı ama Tayvan'da bir mesele çıkıp kalsa, ya ki ben diyen 3 noktada bir mesele çıkıp kalsa, can çıkıp kalsa, bu devletler bugünkü işkilik bu oyunla oynayamaydı hem de. Bir tarafını tallaşka mecbur kalıdı. Şununla bu rayon devletler Tayvan'da bir cidal çıkmasa, bir can çıkmasa dep arzu kılıvadıdı. Ama Xitay'nın ki bu Tayvan'a karta ilip bağlan tehditler toxtamayvadıdı. Hem havada, hem denizde, hem siyasi cetten, diplomasi cetten, ticaret cetten, hatta Tayvan'ın xalqaravi teşkilatlara əza buluşunu mu aldığını tosavadıdı. Şununla bu rayonda naydı mürekkep bir ahval yaşanıvadıdı. Yani mevcut ahval var. Bazı devletler hem de şu cidal çıkmışsın da Amerika ve Xitay'ın arasında bu hazırkı diyen düşünceni antışkı tırışıvadıdı. Mesela Singapur. Hem Singapur bu rayonda moyun bir devlet. Küçük bir devlet ama moyun bir devlet. Şununla rayonun xavfsizlik meselesini hal kılışta emez de müzakere kılışta değil. Şu Singapur'da müzakere kılındı. Her yıl 6. ayda içilgan Shangri-La xavfsizlik müzakereler şu Singapur'da içildi. Yani bunun sebebi Singapur şu rayonunki tinçlik meselesinde bir rol, yani bir üst rol, yani baş rol oynashqa tırışıvadıdı. Hemmini yığıp kelgen çağda şu Tayvan meselesi bir canga aylanmasın dep kılıvadıdı. Aslında Amerika mı deydi bu canga aylanışını biz mi xalamaymiz? Ama Xitay'nın tehdidi bağan sırı güçlenivadıdı. Vaziyetle bağan sırı ciddileşivadıdı, keskinleşivadıdı. Şununla biz mi bir tayarlık kılmasak bulmaydı deydi. Xitay deydi bu Tayvan'daki ezeldiler bizimki toprağımız tutsa, biz o toprağını üzümüzge ilvasak nim boptu deydi.
Ama okşayışla Tayvan bizden yerimiz boğaşka, Tayvan boğazıma, yani Şam'ın bile Tayvan'ın arasındaki boğazıma Xitay'nın deydi. Ama bu boğazda nurgun devletinin kimisi ötevadıdı. Mesela ticari kimileri var, perhutları var. Cenubi Kore ve Japonya'nın ki sırtın kildiğen malının %80'i o boğazdan ötüdü. Bu boğazını eğer de üzününki zemini de kontrol kılvasa kimiler bir yerde ötemeydi. Amerika'nın kimisini ötemeydi. Şununla buladaydı bu boğaz halkara su deydi. Halkara deniz. Bu yerden başka devletinin ki kimileri öteş lazım. Xitay onu mu tosayman davadıdı. Şunun bu muda bir peyde Amerika mı Xitay neymiş kılmakçı da bu izdiniş için, keşif kılış için, teftiş kılış için bu rayonda aeroplanlarını, kimilerini evitip kılvadıdı. Bununla egişip misalga Fransa deyimiz, İngilizce deyimiz, Germanya hatta kimilerini bu rayonga yollavadıdı. Yani bularının neymi işi vardı deydiğanlama var ama bu rayonun yani bağın sıra ehemmiyeti yükselivadıdı. Yani ebey degende bu Tayvan meselesi, Xitay, Cenubi Xitay denizi degen rayonlarda bundaq bir vaziyetlerinin ki ciddileşişi bile birlikte o rayon başka devletlerini, başka güçlerini üzgü tatıdığan, celip kıldığan bir ahval peyda bulvadıdı. Onundan başka bu rayon dünyanın ki en çok iktisadi güçlenmiş devletler. Misalga Amerika birinci, Xitay ikinci, Japonya üçüncü, Hindistan beşinci degendek. Cenubi Kore 15. 14. degendek. Tayvan 19. degendek, 18. 19. Yani bu rayonda siyasi güç şekillenmesi ama ebeki degendek harbiy cetten, mutabiyet cetten hazırkı degen iktisadi merkezge aylanğaşka siyasi merkez mi bu rayonda merkezleşiyordu. Bunda bir peyde bir bu rayonun ki vaziyeti ebe degendek bağın sıra mürekkepleşiyordu. Tesadüf bir ahvalda bir taraf bir okna itip koyup onundan bir Çongcan'ın başlanışının ki ihtimalıma bağın sıra yükseliyordu. Bu etraflıya kaldı Singapur dediğimiz bir uğruş çıkmışken diyen niyet ile Singapur'daki taşkı cihetten öterçilik gösterdiğimiz bu Amerika'nın Xitay'ma kandalı olmuşsun uğruş çıkmasını halmayınız devatı diyor. Diplomatik cihetten tırışçılıklar var. Yani iki taraf müzakere kılıp kandalıksak vaziyetini peske uçuşalarımızdaki münasebetini hazırlıkladığın sel bir normal ipkilerimiz değildi. Lakin bu diplomatik tırışçılıkla belki ünüm beğenmegende bir vaziyette mi kuratımız hazır. Muşu ünüm beğenmesi sebep sizce Xitay'ın izcileri meninki doğru degan mındaq pozitsiyasimi yoki bu başka bir sebeple var mı tursuda? To'g'ri, yani Xitoy hozir biz yükseldik, cho'ng bir davlat bo'ldik. Biz 100 yil avvalgi o Jahongir davlatga bo'zak bo'lgan davlat emas. Bundan keyin har qaysi gapimizga kirsin, bizga hurmat qilsin degandek bir pozitsiya bor. Misalga Amerika bilan Xitoyning orasida 2019dan keyin birinchi qatim yuqori darajadagi bu muzokarada Alaska degan yerda misalga Xitoydan shu tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan Kommunist partiyaning tashqi ishlarga qaraydigan, yani mas'uli bo'lgan Yang Jiechi bilan Amerikaningki Blinken bilan u Sullivan ko'rishgan vaqtida nayta iniq dedi Xitoy taraf. Yani sizlar bundan keyin bizga gap o'tkazadigan, bizga buyruq tushiradigan, bizga tavsiya beradigan sizlarning salohiyatinglar yo'q. Biz burunqi Xitoy emas, gapimizga kirsizlar deydi. Agarda kirmayman desang, sizlarning o degan gap so'zlarni hech anglamaymiz deydi. O devir o'tib ketdi deydi. Misalga yana shu Yang Jiechi o'z vaqtida shu Janubiy Osiyo iqtisodiy hamkorlik tashkiloti ASEAN degan. Bu ASEAN yig'inida boshqa shu kichik davlatlarga bunday bir gapni degan. Xitoy cho'ng davlat, sizlar kichik davlat. Tarixdan beri bilasizlar, kichik davlat cho'ng davlatning gibiga kirdi.
sizlarmi Xitoyninki bir kirishga mecbur deb bunda gapnimi deyalaydigan bir haliga keldi. Xitoy bu yükselgandan keyin dunyoga shuni shundoq bir ishonchlikni bermadi. Ya'ni biz yuksalsak dunyoga ziyon beradigan ishni qilmaymiz. Bunda dunyoda jangni paydo qiladigan yoki boshqa davlatlarga ziyon beradigan ichki ishlarga aralashadigan bunday ishni qilmaymiz. Rayonniki tinchliklarni qo'llashga tirishimiz degandek bir ishonchlik bir gapni veya harakat qilmadi. Bunda gapni qilyotidi, ammo bu gaplarni xalqlar ishonmayotidi. Chunki bir chetdan sen tinchlik deyotsa, bir chetdan Tayvanga tehdit silyotsa, hamda qurollik bilan, hamda Japoniyadagi Senkaku miniki deyotsa, hamda bu Xitoy amaldorlarning ig'izda chiqmasmi, Xitoy jamiyatida bunda bir gap bor. Ya'ni Xitoy necha million kilometr karelik to'proqni tatqiz qo'ygan degan gapni qilyotsa, bunu bütün Xitoy xalqi biladi bu hozirgi men degan gapni. Buni xalqlar bilmamda, boshqalar bilmamda. Shuningga bu boshqa davlatlarni ansiraydimdi. Misolga tarixda har kuchlangan bir Xitoy davlati birinchi qildigan ish Koreyani ishg'ol qilish, ya'ni Kore yer orolini. Koreyliklar biladi bu yuksalgan Xitoy bizga qarata yana nima qiladi. Japoniya bo'lsa 2-Dünya urushida biz Xitoyni ishg'ol qilgan, Xitoy balki intiqomni olish mumkin. Tashqi Mo'g'ulistonmi o'ylayotidi, bu Sovetlarning yordami bilan biz mustaqil bo'lgan, bu Xitoy yana shu Manchur vaqtlarda tashqi Mo'g'uliston Xitoyning mo'dab yana alamdu deb ansirashlar var. O'rta Osiyodami bor bu, Burmadami bor, Myanmar, ondan keyin Vyetnamdami bor. Bunda ansirashlar devam qilyotidi, ammo Xitoy ishondiramadi xalqlarni. Hamda Amerika bilan bu baldurlar taqabul turishi baldur bo'ldi. Amerikaning diqqatini tortqachqa Amerikami buningga bisim ishiltishga boshladi, tadbir ilishga boshladi. Ya'ni Xitoy bir chetdan deydi, harbiy kuchimizni kuchlantirish uchun texnologiyani kuchlantirish lozim deydi. Dunyoninki birinchi sinf harbiy kuchimiz bo'lish lozim deydi. Jang qildikmi, cho'qim jangni ustilish davotidi. Bundaq bir harbiyni kuchini kuchlantiryotidi. Har yil harbiylarga sog'an qamchotlar, ayirgan qamchotlar bag'an siri yukselyotidi. Xitoy shu urush kemasi tarafda va urush aeroplanchada bag'an siri sonini ko'paytiryotidi. Urush kuchi nima? Ya'ni mayli urush kema bo'lsin, mayli aeroplan bo'lsin, bularning kuchini kuchlantirishga tirishyotidi. Amerika bilan tang tush bo'lishni istayotidi. Buni 2017da Xitoyning 19-qurultayda Xi Jinping 2035da dunyoning eng ilg'or davlati bilan tang bo'lamiz degan gap yolg'izla siyosiy jihatdan emas, yoki diplomasiy jihatda bir tang tush emas, harbiy jihatda tang tush bo'lamiz deganamdi. Ya'ni bunda bir ahvolda ham rayon davlatlari hamda Amerikadagi davlatlar hamda bir qism, ko'p qism deylar Avropa davlatlari Xitoyga bak ishinib ketamayotdi. Bu ishonmaslikninki o'zi shu jangni yaratishninki sababning biri, muhim bir sababning biri. Bir-birisiga bo'lgan ishonchsizlik va bir-birisiga bo'lgan gumonlik bilan aldigan qarorlar shu jangga qarab mangdi shu. Malum bu Xitoyning bu pozitsiyasi, undan keyin bu Osiyo Shokor rayonidagi ikki davlat o'rtasidagi munosabatning ba'zi keskinlashishi, bu ishga Yevropa davlatlari atrofdagi qo'shnilarni aralashishi degan masalalar tufaylidan bu vaziyatning pastga tushirgandek emas degan xulosa kelsak bo'lar ekan. Undaqda shu ikki cho'ng davlat o'rtasidagi munosabatninki murakkablashishi yoki o'rtasidagi yiriklashishining cho'nqirishiga erishib, tabiiy holda bizningki bu Sharq Turkiston masalasi, Uyg'ur masalasi yani kun tartibda bo'ldi degan gap. Amerika taraf buni har vaqt Xitoyga qarshi Uyg'ur masalasiningki kun tartibga kelishda shundoqla ma'lum bir seviyada turishda rol o'ynaydi deb qarasak bo'ldi, shunami? Misalga hozir Amerika harbiy qanotlari
Xitay bilan ko'rishayli deydi Xitoyning harbiy qanotlari. Ular ruxsat bermayapti. Yani Amerika bilan ko'rashmaymiz deydi. Demek ki bu işini texmi murakkablaştirishga tirishyapti. Bunda bir ahval nimani yaratadi degan chog'da diplomasiy jihatda abay degan ishonchsizlikni paydo qilgandek tijoriy va iqtisodiy jihatdami bir ishonchsizlik ahvolini yaratadi. Chunki bundan keyin Xitoyga mablag' solganlar manda o'ylaydi. Bugün mablag' solib qo'yib, ati bular Amerika Xitoy orasida jang bo'lib ketsa, biz qanday qilamiz? Sağlam mablag'lar nim bo'ldi? Bizningki foydamiz nim bo'ldi deb o'ylab turib, hozir bir qism mablag'ni Xitoyning sirtida selishga tirishyapti. Yani bunda degan chog'da Amerika bilan Xitoyning orasindagi munosabatlar siyosiy, diplomasiy, iqtisodiy, tijoriy jihatdan biroz yaxshi, xavfsizlik jihatdagi bu yirikliklar davom qilyapti. Bu davomlilik degan gap bu Xitoy bilan munosabatlik har qanday masalalarni kun tartibda bo'ladi degan gap. Hamda bu strategiya jihatdan deydigan bo'lsak, misolga Xitoy tarixiga qaraydigan bo'lsak, Xitoy shu dengiz engi yetilmagandan avval Xitoyningki cho'ng davlat bo'lishi, qudratli davlat bo'lishi cho'qim Sharq Turkistondan, ya'ni Xo'shi koridordan o'tib, Sharq Turkistondan O'rta Osiyoga kelish. Misalga Han sülalesi bo'lsin, Tang sülalesi bo'lsin, Kubilayninki Yuan sülalesi bo'lsin, Manchurlarninki Qing sülalesi bo'lsin, bular shu Sharq Turkistonni ishg'ol qila olg'achqa cho'ng davlat. 26 sülal tarihining ichida shu 4 davlat eng cho'ngda shu Sharq Turkiston tarafni, O'rta Osiyo tarafni ishg'ol qila olg'achqa cho'ng davlatda. Ta'tir nima degili bo'ldi? Bu ya'ni ishg'ol qilsa cho'ng davlat bo'ldi, qilamasa kichik davlat bo'ldi. Son sülalesi, Ming sülalesi çoğun devlet edi. Ama tesir dairesi pek tar. Xitay milletinin yaşaydıgan rayondan ibaret. O çoğun devatkan devlet mi? Yani demekçi boğunum, Xitay muşu yeni İpek yoluna bu stratejisini emelleştiriş için bolsun. Muşu O'rta Asya'dan şu Yavrasya geçe tesir dairesine kengaytıp tersi gücünü tikleymen deydigan bolsa, Sharq Turkistondan chiqishga mecbur. Sharq Turkiston Xitoyni abaqi degan rayonlarni, Yevropa, Yavrasiyani bog'laydigan bir rayon. Bu bog' uzilib ketsa, bog'layamaydi. Sharq Turkiston bir ko'rik. Ko'rikdan o'tamasa, ko'rik yiqilib ketsa, Xitoy chiqamaydi. Darvozdir Sharq Turkiston. Darvoz yepilib ketsa, Xitoymi chiqamaydi. Hamda bunda bir ahamiyati bo'lg'achqa Xitoy jihatdan Xitoyningki raqibi için bir muhimligi bo'ladi Sharq Turkiston. Hamda dengiz engi ichildi Xitoyning. Dengizdan chiqish uchun Tayvan bo'g'ozi bor. Ya'ni Tayvan meselesine stratejik jihatdan qaraydigan bo'lsak, Sharq Turkiston meselesini birlikte ilib qaraydigan bo'lsak, birga ilib qaraydigan bo'lsak, Xitoyning yükselishi va qudrat bo'lishining aldığını aldığan veya to'saydigan ikki cho'ng omil. Hem Tayvandan to'ssa dengizga chiqish qiyin bo'ladi. Sharq Turkistonda to'ssa Xitoyningki g'arbga ichilish, Yevropaga ichilish o qiyin bo'ladi. Yani Xitoyliklardan iborat bir davlatga aylandi. Shuningga bu bir misolni bersam, o'z vaqtida shu Urumchida bir Xitoyga norozilik qilgan bir namoyish bo'ldi. Xitoy uni qon to'kib uni bosdi. Shu vaqtida Xitoy hokimiyati shu Tayvanga qartilgan alayda harbiy qo'shinni Sharq Turkistonga akilishga majbur qildi. Ya'ni demakki, Sharq Turkistonda bir masala bo'lsa, Tayvanga qarta tayyorlagan o qo'shinlarni, alayda qo'shinni bu yerga akildi. Tayvanda bir chatoq chiqsa, Sharq Turkistonda yerleştirgen o alayda qo'shinlarni Tayvan tarafga yo'tkazishga to'g'ri keldi. Shuningga Tayvan va Xitoy ikki tarafdan Xitoyga bir strategiya bisim ishlatgan chog'da Xitoy kuchini ikkiga bo'lishga majbur qildi. Aslında Tayvan meselesi Sharq Turkiston meselesini cho'ng xarita bilan qaraydigan bo'lsak, shunday bir zich munosabati bor. Ayrı qarasak, o rayonning o'zidan shunday qaraydigan bo'lsak, ayrı ko'rindi, ama umumiy Xitoyga qarata bir siyosetni ilib borgan bo'lsa, yalg'izla bu tar bir küçük bir xarita emas, texmi keng xaritani qarashga to'g'ri keldi. Ya'ni ham daraxtni
ügünüş lazım hem de ormanını körüşme lazım. Aziz Kurbanlar, biz bugünkü programımızda Asya Çokar rayonunda Xitaylan Amerika'nınki oturuş münasebetininki qaysi seviyede ekanligini, bununki qandaqroq seviyeye berish ihtimoli borligini analiz qilishtirishdik. Erkin, siz ko'p rahmat. Ben rahmet edim.